Balalarga ulgu bo'lishda dadılarning roli cho'ngmi yoki onalarningmi? Ya'ni balalarga ulgu bo'lib bir yaxshilar ta'sir ko'rsatishga dadıning unumi bakarak yuqori bo'lamdi, onaning unumi bakarak yuqori bo'lamdi. Bu bir fiziologik va psixikalik bir masala. Bu to'g'risida hamda menmi yangi dadı bo'lgan qizimni cho'ng qilayotgan dadı bo'lgan qiziqqanki mana shu mazmun ustida izinib baqdim. Qarasam buningga balalarga ulgu bo'lishda dadılarning, otalarning ta'siri bir qadar cho'ng, unumi bir qadar yuqori bo'lgan. Nima uchun deganda, chunki onalar balasining o'zining bir qismi deb qaraydi. Shuna munoyati genetik qo'g'daydi. Naq shunga o'xshash balalarning nazarida onalar o'zining bir qismi. O'zining ma'lum bir 6-a'zosi degandek. Ya'ni bu bala kichigidan shu onaning qo'sig'i to'ralib bo'lib to'raldi. Tug'ilgandan keyin tunji ko'rgan inson o'zining onasi. Buni o'zining bir eng yaqin emas, o'zining bir qismi deb biladi. Shuning uchun tug'iliblar mayli insonning, mayli hayvonning bolalari onasini emishni biladi. Hamda dadısı olsa balaning tunji ko'rgan bir natunish odami. Shuning uchun masalan o'yda kichik qiz bolalar biladi. Qizinglarga ma'lum bir ko'ynak va yoki ma'lum bir qo'nchoq bir narsa eppamoqchi bo'lsanglar, opam bilan ikkimizga tang eppa deydi bola. Shunami? Undan keyin o'g'il bolalar bo'lsa, ko'pincha o'zining opasini men opam bilan to'y qilman deb turib oldi. Bularning hammasi shu opasining o'zining bir qismi deb dadısından qizg'angan yoki o'zi texim yaqin ko'rgan bir ahvolgo. Shuning uchun bu yerda bola opasidan ma'lum bir narsa o'rganmaydi, aksicha o'rgitadi. Opasi bilganini men bilman deb shuning uchun opasiga "Voy, mana o'ynaya, ma degan avu" deb opasiga o'rgitib ketadi-ku. Shu bola opasining o'zining bir qismi deb bilyotidi. Biroq dadisidan bo'lsa, notunish o'g'ashqa buningdan o'rganadi. Dadam qanday qilyotidi? Yurish-turish qanday? O'yli to'l ochiqlanamdi, opasini uramdi. Yaman illatlar mashinundan tabiiy yuqudi. Shuning uchun balg'a ulgu ko'rsatishda dadılarninki roli shuning uchun intayin muhim. Shuning uchun balalarning oldida dadılarga diqqat qilishimiz kerak. Ularga bir yaxshi ishlar, yaxshi xulq, yaxshi odatlar singdirsak, oldi bilan o'zimiz yaxshi odat shakllantirishimiz kerak. Kitob o'qib qo'yishimiz kerak. Ancha-muncha badan chiniqtirib qo'yishimiz kerak. Mayli uyda, mayli sirtda balalar bilan bo'lganda bir gap so'zimi, bir madaniy, adablik axloqli bo'lishimiz kerak. Sat gapni balon sirtdan o'rganib kirmaydi, sizdan o'rganib talaga chiqadi amaliyotda. Shuning uchun telefonni o'zini to'xtamay o'ynab, sen telefon o'ynama desak, gapimizni anglamaslik sabab mashada. Shuning uchun men o'yinga qo'l qo'yma bir soat. Shuning uchun dadılar, otalar yangidan balalik bo'lganlar, bizning majburiyatimiz bu qadar cho'ng, zimmamizga besilgan. O'zimizga ko'proq diqqat qilaylik, shu balalarimizdan keyin bir yaramlik, adablik, axloqlik bo'lish uchun. Shunami?